Assalomu alaykum. Ikkinchi darsimizga xush kelibsiz. Keling, mashq boshlashdan oldin bir muhim qadam qo'ysak, o'z yuzimizni tanib olsak. Chunki juda ko'pchilik mashqdan boshlab yuborishadi, lekin diagnostika qilmasdan turib, yuzimizda nimani ustida ishlashni bilmaymiz. Keling, bitta kichkina ko'zgu oling, yorug'lik tagiga o'ltiring va bu narsani birgalikda tekshirib ko'ramiz. Ko'zguga qarab olgan bo'lsangiz, men sizga savol beraman. Birinchi savolimiz: qoshlaringizning joylashuvi bir xilmi? Agar bitta qoshingiz ikkinchi qoshingizdan yuqoriroqda bo'lsa, demak o'sha tomondagi mushaklaringiz ko'proq ishlaydi va o'sha tomondagi mushak dominant mushak hisoblanadi. Bu narsani bilish juda ham muhim, chunki mashqlar paytida biz o'sha mushaklar, ortda qolayotgan mushaklar ustida ko'proq ishlashimiz uchun. Ikkinchi savolimiz: bir tomon ko'proq ishlayaptimi? Buni qanday tekshiramiz? Tabassum qilib, ikkita qoshimizni hayratlangandek baravar ko'taramiz. Ko'targanimizda qaysi tomoningizda asimetriya bor, o'sha tomon bilan ko'proq ishlash kerak. Chunki bu narsani ustida ishlanmasa, mana shu holatda uzoq vaqt qolganda asimetriya chuqurroq bilinadi va bu narsa yana ham ko'proq shu holatda qolib ketadi. Uchinchi savol: sizdagi ajinlar statik ajinmi yoki dinamik ajinmi? Bularni qanday farqiga boramiz? Peshonangizga oynani yaqinroq olib kelib qarang. Agar sizni peshonangizda mimika qilmagan holatingizda ham to'g'ri gorizontal chiziqlar bo'lsa, bu statik ajin deb hisoblanadi. Agar siz faqat mimika qilganingizda, qosh ko'targaningizda yoki hayratlanib iboralar qilganingizda tushadigan ajinlarimiz dinamik ajinlar deb ataladi. Dinamik ajinlar bo'lsa, osonroq yo'qoladi. Demak, diagnostikamiz tugadi. Endi bu qismda biz nimalarni bilib oldik? Qoshimizda asimetriya bormi? Shuni bildik. Qaysi mushakimiz dominant mushakligini bilib oldik. Tinch holatda turganimizda ham peshonamiz taranglashyaptimi? Buni bildik. Statikmi yoki dinamikmi ajinlarimiz, buni ham farqiga borib oldik. Bu bizga nimaga kerak bo'ldi? Biz keyingi mashqlarda shu narsalarni to'g'irlashga qo'yilgan mashqlarni bajarib boramiz. Keyingi darsda biz peshona mushaklarini bo'shatish bilan shug'ullanamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.